Homiladorlik davrida xavfsiz, qo'rqmaydigan, tabiiy holatda uchraydigan og'riqlarni siz bilasizmi? Bilmasak, davom etamiz. Homiladorlikning birinchi 3 oyligida bola matkada joylashgan sari matkalar kattalashadi, mushaklar tortadi. Bu tabiiy holatdagi og'riqlar uchrab turadi. Ikkinchi trimestrimizda 24 haftasigacha bola qanchalik katta bo'lgan sari, bolani vazni ortgan sari matkada va bellarda og'riqlar bo'lib turadi. Ayniqsa 20 haftadan keyin bu og'riqlar kuchayishi mumkin. Bundan ham qo'rqmaymiz. 3-trimestrimizda tazlar kengayadi, simfizit bezchalari ochiladi va tug'ruqqa tayyorgarlik ko'radi. Bolaning boshi pastga tushadi, oyoqchalari bilan oshqozonni tepadi, itaradi. Sizda shunaqa holatlar bo'lsa, albatta qo'rqmaymiz, lekin bunga ham e'tiborsizlik bo'lmaymiz. Sirazi o'zi ko'rigidan o'tib, ginekolog nazoratida bo'lib qo'yamiz.